Assalamu alaykum Uyghur televiziyasining aziz ko'rmanlari. Tor televiziyasining suhbat programmasiga hoş geldinglar. Bugün biz Şivsiyada yaşayotgan Şivsiya Uyghur birligining a'zosi ve aktiv faoliyatchi Nabijon Ala efendim bilan suhbat elib bormoqchi. Nabijon efendim, qanımız hoş geldiniz. Rahmat, hoş bulduk. Vaqt chiqarib mikrofonimizga qadam tashrif qilganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Aldı bilan o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Rahmat. Rahmat, men aldı bilan o'zim tanishtirishdan burun mushu Uyg'ur TV'dagi Abdujil Qarqash efendim başliq mushu bütün ish xizmatchilarga alayda rahmatimni bildiraman. Meni alayda taklif bilan bu studiyanga taklif qilganlar uchun minnatdorligimni bildiraman. Men o'zim Nabijon Ala mushu Shvetsiyada yashayotgan 13 yildan oshdi. 13 yilda ailemiz bilan birga yaşayotimiz. Bu yerda yashash jarayonida biz mishada qo'limizdan kelishicha vatanimiz uchun qilalig'idek xizmatlarimiz, imkonimiz yetgan xizmatlarda bo'layotimiz. Undan boshqa shu yaqindan buyon biz o'tgan yildan buyon 2002 yili 1-oydan boshlab Shvetsiya Uyg'ur birligi degan tashkilotni mishadagi qarindoshlarimiz bilan birlikda qurib, shu tashkilot shaklida harakat olib beryapmiz. Undan boshqa Dunyo Uyg'ur qurultoyining Shvetsiyadagi xalq vakili sifatida ya'ni davom qilyapmiz. Tercümanım şu. Avrupa ve dünyanın her qaysi davlatlarida yaşayotgan Uyg'urlarning vatanga berish uchun Xitoyning ta'tir tashviqotiga ergishib ketib berishiga qanday qaraysiz? So'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat sandım bu sualınızga. Hamda hazır ictimai taraflarda bu nuqtliq bir şekilde xalqimizning kun tartibida bo'ladi. Bu mesele Xitoyning yana bir o'yini. Oyunun bir kısmı desek buludu. Çünkü Xitoyning oyunları bekcik muhaciratda qilayotgan. Evet, bu temaga kirishdan burun ko'rurmanlarimizga deydiganim shuki, biz Xitoyni, ya'ni bizga tajovuz qilib kirgan, bugunning vatanimizni egallab olgan, bugungi bizga irqiy qirg'inchilikni mushtaq shaklda, tabiiy shaklda davomlashtirayotgan bir Xitoyni tushunishimiz kerak. Chunki agar biz Xitoyni tushunmagan vaqtimizda Xitoyning ilmiy fikrini ve ularning qilayotgan suiqasd planlarini tushunmagan, bilmagan vaqtimizda biz ziyon uchrab kelaveramiz. Shu hozirgi kelayotgan, hozir 74 yilning yog'i tortayotgan ziynimizning eng tük sababi biz Xitoyni tushunmaganligimiz deb qarayman men. Onun uchun Xitoyni tushunish bek muhim. Anadan boshqa Xitoy nima uchun bizni bugungacha idora qila oladi? Nima uchun bizga bugungacha bizni tutib tura oladi? Tajovuz qilyapti degan nuqtada Xitoy bizni yaxshi tushunganligi uchun. Xitoy bizni yaxshi tushunib, bizni yaxshi tadqiq qilib, bizning xulq mijozimiz, hattoki bizning o'yimizga qadar Xitoy singib kirib bizni tadqiq qilib, yaxshi ish olganligi uchun bir formula turg'izib, bizni hozirgacha nima qilib ketib bordi. Mushta qul qilib, mushta ezib ketib bordi. Agar biz bir shaklda o'zimizni biroz isloh qilib, Xitoyni tushunish bilan birga Xitoyning ilmiy fikriga barbod berishni yoki undan mudofaalanishni ish bo'lmagancha o'zimizni qanday qutuldurimiz, qanday saqlab qolamiz, qanday biz yana oldin olamiz deganni o'ylashmasak, bu vaqtida biz teximiz yanlashib qatqanmiz. Bu bir ziyonning bir qismi bu. Bir qismi o'sha oldimizdagi, abim siz so'ragan savolingizdagidek, muajiratlik Uyg'urlarni tashkillik holatda dunyoning har qaysi davlatlaridan bor. Tashkillik davlatlarda viza qo'yish orqali vatanga taklif qilyapti. Buning oldingi sharti Xitoy buningda 2 yil burun bizning bilgan xabarimizda 2 yil burun buning tayyorligini qilib bo'lgan. Qanday tayyorlik qilib bo'lgan deganda Xitoy agar shu xalqaroning vaziyati Xitoy 2017-yili 4-oyda shu keng ko'lamli bizga kamplarni qurib turmalarni, lagerlarni layliga vaqtida Xitoy ma bosqichda miya keldi, ma bosqichda miya keldi degan taxmin shaklda kelib qolgan. Bu planlarni yaxshi tuzib, shu plan bo'yicha kelib qolgan. Hozir u planning oxirgi, ya'ni bir qismi, oxirgi emas, ya'ni davomli qismi agar xalqarodan bugünkidek 9-10 davlat erkek qirg'inchilik qabul qilgan, bütün g'arb ellari kuchli davlatlar Xitoyga erkek qirg'inchilik haqida Uyg'urlarning erkek qirg'inchiligini qilayotgan taqdirda qo'lni tat deb besim qilayotgan holatda bugungi kunda mana biz 7-8 yildan oldi ko'rishmidik. Voy telefon aloqa qilolmayapmiz. Voy onam nerede? Voy dadam nerede deb hammamiz guvohlik berdik muajiratdagi ko'plagan qarindoshlarimiz aşağı urug' tuqqanlarimizga sahib chiqa oladigan, ash urug' tuqqanlarimizning izligini qiladigan, ash vatanga sahib chiqa oladigan qarindoshlarimiz qo'llarimizda urug' tuqqanlarimizning rasmini ko'tarib turib, ko'ch-ko'ylarda namoyishlarni qildi.
Bunun bedeli Xitoy nima derdi deganda, unda bo'lsa deb yumshoq shaklda bir kuchni hosil qilib, ashu ob'yomdek har bir ashu elaqa basam bo'ldi deb uy bilan izchil aloqa qilib, mujda Xitoy bilan berib ashada bir uylab ketgan tuqqanlarimni ziyorat qilib olsam, yoki bo'lmasa berib ashada tuqqanlarim bilan yuz ko'rishib olsam, uzoqlashib ketdi deb hasrat uyg'un ashu elaqa nadomat chekayotgan qarindoshlarimizdan bir turkumini o'ziga mayil bo'ladigan, o'ziga qo'lga tushadigan, tushalaydigan va o'zi ba'zi kontrol qila oladigan, ketgandan keyin kontrol qila oladigan, men dedim ya oldin gapimda, Xitoy bizni yaxshi tadqiq qildi deb tadqiq qilib, shu o'zining tadqiqotiga, o'zining shu degan yerga chiqa oladigan odamni tanlab, ularga viza berib, ularni naiti dabdablik, hattoki ayrim WhatsApp to'plariga o'ynamaya WhatsApp'larga ayrım uçur qilib, urug'tuqanlar bilan ko'rishtirib, ular bilan aloqa qilib, qanday shaklda xizmat ishlab, ularga kapolatlik bergan shaklda, ya'ni xotirjam berib kelalaydiganligiga amin topilgan holatda ularni jo olib kelyapti. Buning hamda ashining xarakterini tushunmagan, ashini bilinmagan, agar mushu bag'inim ashad urug'tuqanlarimga foyda bormi, ziyon bormi deb uni mo'ljallayolmagan. Aşı üzünden kargılayıcılar. Vay benim başa ben göremedim. Adadan bile anam bile gidipti. Avlıptı adam sakrattik anam sakrattik diyenini bana kılıp durup üzünü çok. Aşının bana kılıp durup aşağıya bir yakum seveten tutukalarına bir yüz görüşülüş şeklinde 16 yıl bağımdım, 17 yıl bağımdım diyendek şekildeki banalar öyle aşağıya yönlendiriş arkalıkçı. Xitayning to'ziqqa uchib ketib qoldi. Xitoymi qanday shaklda ularni tuzaq tushirishni obdan bilib tuzaq buni layliklik bizning odamlarimizmi shu shaklda voy basam nim bo'pti. Voy bu kapolat berdi-ku. Hozir Xitoy yumshoq Xitoyga o'ngishilib qoldi-ku. Voy men uzam basam uzam badim, men nima ko'rsam ko'rdim. Va yoki bo'pti mushu banat men mush eqinda berib kelib olaychi. Deb o'zining shaxsiy havasini hammamizning bag'isi bor, vatanga hammamizning köygüsü var şu atalarımızda. Öyle ketken şu atanımızın kaverisinin yokluğumuz var. Kimden yok? Hemimizden var. Ama diyen bir neresi var şu. Üyeye bahsak bizge aşağıdaki halkımızga ve muhaciretki davarımızga faydası var mı, zini var mı diyen amanda denseyimiz şu. Dens yapıp ayağı bahsak bu Xitay'ın bir kıldık yer. Bu kıldık küçük kessek ma ayağı tutukallarımız mı ziyan tatlı diken mali mezgul eken. Bizim ziyan tatlı dikenmez. Hayır, onundan biz yüzümüz yoruq halatda bayrağımızı götürüp müstakillik şuarımız bilen baraylı şu yerge diyen nesini oylayanmagan bazı kemtik oylagan qarindoshlarimiz Xitoyning dami uçup ketib bordi. Şu an Xitoy bu jihatga abyomdagi nurg'unlagan teşviqot nuqtalarini, bosqichlarini besib o'tib bir şekilde bu meydanga elib chiqib bir şekilde hazır güldür qara şekilde bir Xitoy nima deganda bir başta muhit yaratmoqchi. Voy bir xotirjam berib kelalaydigan, xotirjam shaklda bu ishlar normallashgan shaklda kayfiyatlar muajirat hayotimizda. Hozir mana biz buning birdamlarimizni ko'rdik. Hozir WhatsApp gruplarida ijtimoiy biz ikki guruh bo'ldik. Birisi bardu bag'alni qo'llaydigan bir guruh bo'ldi. Yani birisi bag'alni qarshi turgan bir guruh bo'ldi. Ma qarshi turganlar abyomdagi dansab buni bunun fayda ziynini o'ylab to'xtab turadi. Ma'ning bizga foydasi ziyni chiqqan. Bu Xitoyning damiga tushmaydi. Bu aniq shaklda Xitoyning bu bir qotil. Biz bir qotilning yiniga, uningga hech qachon bormaymiz. Qotilga biz qanday qaraydik? Biz agar vijdonimiz bo'lsa, iymonimiz bo'lsa, qotilga nafrat bilan qaraymiz. Bu qotil ya u Xitoy. Ashadki har bir Xitoy qotil ya. Mush elchiqanday Xitoyning qotil ya. Biz elchiqangachining pasportimiz borni nima qo'yapti? Tam Avrupa yakımız vize deb kirimiz ya, iltimos qilib. Qotilni oldiga kiramiz biz. Aşağıdaki hammamiz bilamiz, aşağıdaki 3 milliondan 5 million qarindoshlarimiz qirg'in qilgan, aşağıdaki qoldi xalqimizni hozirgacha turmalarda qiynayotgan, ayni hozir hammamiz biladigan adiblarimizni Yalqin Ro'zi olsun, Abduqodir Jalolov va shuning o'xshash adiblarimiz, yozuvchilarimiz, hatto ulamolarimiz hammamiz turmada azoblanayotgan, hatto hayat mamatlıqdan bizden xabarimiz olmagan, hatta özümüzden urug' tuqqanlarning hayat mamatlıqdan xabarimiz olmagan holatda biz yana Xitoyga xushamat qilib, Xitoyga ashta qirg'inchilik qilgan, ashta o'tdagan, ashunda qiyni qurmagan qarindoshlarimizning ashta holatida yana biz Xitoyga talmurib, voy menga bir viza versang, men bir ashada bir qog'alni bir ko'rib kelsam, mening
bir şekilde özümüzden teslimçilik, özümüzden kulçuluk, özümüzden çoğu mağlubiyetçilik halinde Xitayga yüzlensek, Xitay bundan paylandı. Xitay elbette hoş oldu. Çünkü bir milletin içinde bundak nankor, bundak münafık, bundak vataniga xiyonat qiladigan insonlar bor. Xitoyning ichidan bor, Uyg'urning ichidan bor. Demak, agar biz mush yo'lni tanlab qolsak, vatanimizga, millatimizga, ashadagi urug' tuqqanimizga xiyonat qilganmiz. Bu xiyonatni tushunmaganlikdan, bu xiyonatning nimaligini harom desa, harom degan ne, haromni bo'lsin, ko'ngli bidam harom degandek, bu harom, xiyonat bo'lsin, demak, bizning bir nafsini qondirib oldim-ku. Ben aşağıya berib aldım-ku. Aşağıda bir iş olmaganda Xitoyning nazarati olsun, ko'rib, yenib kelib aldım-ku. Bo'ldi men o'zimning shu ko'nglimdagidek nimamni qondirdim. Deb mushu ozg'inikan bir nafsiga, kichkina nafsiga, vatanni tekshirib olgan debdi. Voy biz anchilik qildik qoldik, anchilik nimada qoldik, voy anda oldi, manda oldi deymiz. Vatanimiz qo'ldan ketdi, yo ajdodlarimizdan xafalaymiz. Bugungi kunda bu xiyonat qilganni bizning kelajak avlodlarimiz bundan xafalandı, xafalmandi. Xitoy mushunda qilgan qilyapsa, mushunda o'ltiryapsa, bu yana izzat etmay aşağıya vatanimizga aş şekilde Xitoy qo'shilib ketgan bu. Demdi demamdi. Xitoy buningdan, bu kelganligidan chiroyli videoni elib, chiroyli nimalarni qilib aytdi. Ash kutib olgan, aydirimni kutib olganda ko'rinishni Xitoy almamdi videoga. Xitoy elib bir şekilde aşağıdaki bo'lgan ziyoratlarni kelib, ba'zi bir Xitoy o'lchimga to'shqanini to'shtirib, nəhayət yaxşı videonu yaşlab, aylaqa bizga bilet tashlagan, bizga ovoz bergan parlament a'zolari xabar berdi. Amerika, Kanada, shu 9-10 davlat bor. Shuning hammasiga aytdi. Mana sizlar ma qirqinchilik degan tan, mana ma Uyg'urlar yo'q o'ynayapti degan manzarni yaratmamdi. Mana bu miyadki bir jumla deb, miyada sizlar 6-7 yildan biz miyada namoyish qilib, 6-7 yildan miyada qishmi yoz aş qarindoshlarimiz qana ayadi deb erkak qirg'inchilik kun tartibga kirib bugun xalq soti orqali buningga qirg'inchilik degan bir nimani berib dunyo kun tartibida akilayotgan bütün neticani shu bular shunday shaklda yo'q qilish turishdi Xitoy. Xitoy buning mayli foydasi bo'lsin, mayli bo'lmasin bu shaklda yo'nalishni davom qilaverdi. Faqat bu yerdagi ABM deganimdek ajab bağallı olsun, beriyotganli olsun, şunun hemdemde olsun, Xitoyga bir şekilde gaz veriyotganli olsun. Hele Ankara'da biz çıktı ya, Ahmetcan İsmail'de bir TV. Bu kitapni yazishga maqsad şu Xitoyning şu bu Ahmetcan İsmail'ning aqlidan olgan narsa emas-ki. Bu Ahmetcan İsmail'ning şu şekildeki Ahmetcan İsmail'ga o'xshaydigan bir turkum manqurtning ideologiyasini bunu yo'rtib, bunu teşvik qilib, chiqib, bunu umumlashtirishayotgan bir narsa bu. Bunu manda tushunsak bo'ldi. Bunun keyini görünüş qarab, Ahmetcan İsmail kimdi, bu nimish qilgandi, Anqara nimish qilgan, buni so'zlab kelsak bu yerda ma temir munosib so'zlab keldi. Yamanjiq gap bor, buni. Yamanjiq gap bor. Xitoy hech qachon qarindoshlarım bunday, hech qachon jim turib boqqan yo'q emas-ku. Bütün bizning ishimizni, bizning mijozimizni, bizning uchurimizni har qachon mayli WhatsApp'dan bo'lsin, mayli Facebook'dan bo'lsin, mayli telefonimizdan bo'lsin, har xil mayli atrof chevramizdagi bizga do'st bo'lsin, dushman bo'lsin, bu shuni hammasini egallab turibdi. Egallab uni tadqiq qilibdi bu suribcha. Qaysi bizga foydali, qaysi bizga ziyonli debchi. Shuni bilan bizga tadbir qo'llanib, bizni bir shaklda manda qilashtirib, manda bir-birimizni so'qishtirib, manda qilamiz. Abim deganimdek gapimni qaytib kelsam, u qarindoshlarimiz bo'lgan degan biz nima deymiz? Bu yerda aynan ba'zi qarindoshlarimiz ba'zilari xafa bo'lgan bo'ldi, ba'zilari haqoratlagan bo'ldi. Hammasi o'zining kayfiyati uchishlik gap qilgan bo'ldi. Chunki bunu bo'lgandan keyin bu yerdagi da'voga va ashaddiy xalqimizga ziyon solgan, uning da shunga qarshilik bo'ldi. Bu qarshilik mening teklimimda haqorat shaklida emas, ilmiy shaklda buni davomlashtirish kerak. Buni hammamiz o'zimiz chiqmishlar ekranlarimizga har biringlar yaratib bergandek fursatlarda chiqib biz o'zimizni, xuddi hammamiz o'zimiz uchun urug'chiqalarimizni rasmiy ko'rib guvohlik qildik ya. Buni shu shaklda taraqqiy qilish kerak. Agar u shaklda taraqqiy qilmasa, maish Xitoyning foydasi bo'lmaydi. Biz mushu menayotganlarni, beriyotganlarni biz to'sib qolmaymiz. Bular Xitoy bilan mana gradish bo'lganlar, Xitoy bilan mana sulh qilishib bo'lganlar. Ama bizning bularni o'zgartirish, bularni tinchlantirishga bizning kuchimiz yetmasligi mumkin. Ama bizning kuchimiz yetadigan mushudan ilhomlanib,
muşuldan elaqe qo'shilib ketib, "Bal Xotirjam berib kelibdi, bizim berib kelsak bo'ldi ekan bu" deb ba'zi bir nasivan qarindoshlarimizdan mush yo'lda ezib ketishdan, mushulga o'xshash tarafdor Xitoy tarafdorlarini ep qilishdan buni eskartishimiz kerak. Bizning qutqizib qola oladiganimiz bu. Bizning qutqizib qola oladiganimiz kesel ulab Xitoy bilan giralishib 80-90% Xitoyga yetib ketgan odamni biz o'zgartirmaymiz. Bizning o'zgartirishimiz Xitoyning shu munofiqlik, manqurtlik va ba'zi kasallarning juqdan qarindoshlarimizni oldini ola olsak, menimcha yaxshi bo'ladi deb qarayman. Sizce Xitoy bu təşviqat arqılıq zada niməyə erişməkçi? Vətənə eşikni açıyatqan qiyafətə kirib Uyğur qırğınçılığını davamlaşdırıyatqan Xitoy hazır nimişqə bu təşviqatni işləyatıdı? Yəni bunun arqa görünüşü nimə? Xo'sh, bu arqa ko'rinishni gapini qildingiz. Nayda yaxshi bir savol bo'ldi. Chunki Xitoy biz 2014 muhojir qarindoshlarimizning ko'pinchisi bo'ldi, buning shohid bo'ldik. Vatandan bir turkum qarindoshlarimiz ichkari Xitoyning ichkari yo'llari bilan Tayland va Malayziyaga qochib chiqdi. Qochib chiqqandan keyin bu qarindoshlarimizning bu yerda to'planib va Malayziyada tutilganligi xalqaro matbuotlarda kun tartibga keldi. Kun tartibga kelgandan keyin Xitoy darhol buningga bir şekilde bunun aldığını eliş. Yani bu Xitoyning nimasining bir qismeti, bir projektning bir qismeti. Ama bu projektning keyingi qismini yana normal şekilde bir davomlashtirish uchun Xitoy ikkinchi xil o'yinga chiqadi. Ya'ni darhallam 2014ning oxirgi mezgillariga deyman. Darhallam pasport nimasini ichib etdi. Vatanda Uyg'urlarning hammasiga pasport ishlatsa, hattoki uyga kirib Dadijan şu dijanlar şu qarindoshlarimizni pasport nimiş pasport ishlatmaysa deb hatto suylab jurib qarindoshlarımızga pasport ishlatib vatan sirtiga chiqishga da'vat qildi. Bu xalqaro kun tartibigini bu qarindoshlarımızning qochib chiqishining sababi xalqaroda bu qarindoshlarımızning pasport yo'q, pasportsiz Xitoy pasport qilib bermaydi. Xitoy pasport qilib bermagandan keyin u yerda zulmga va boshqa shakldagi nimalarga chidamay qarindoshlarimiz zulümden kaçıp bu şekilde kaçak yollar arkalık bu yere geldi diyenini xalqaraga biz bundan anlatmadık. Xitoy yok, biz pasportunu çektirmedik, biz pasport bir vatımız diyen şekilde Xitoy keng ko'lamli pasport siyasetini devam kıldı. Devam kılgandan keyin bizler haber aldım yazdık. Şu Xitoyning pasport siyasetinin keyinde bir yoşurun kolu var. Bu kolu bizge ziyan salıdı diyen şekilde haber mulayizini yazgandan keyin bazılarının tepki geldi. Oy bu sen kızıkkense bu Xitoy pasport qilpamidi dedim. Endi qilpadi dedim o degan şekilde bizga bir savol kelgan bo'ldi. To'xtab turinglar, keyin ko'ramiz dedik. Rast degandek Xitoy 2016 9-oyning keyinlam ash pasport ishlatganni, Turkiyaga chiqqanni va boshqa davlatlarga chiqqanning hammasini sen chet elga chiqibsan-ku degan bo'xton bilan lagerga kirib ketdi. Shunday deyman. Lager qilib ketgan keyin nurg'un qarindoshlarimiz pasport ishlatgan, borgan Turkiyaga, ama Yevropaga borgan degan mushundaq suiqasdlar bilan kirib ketilgan bo'ldi. Xo'sh, mushu pasportni qo'yib bergan siyosatda biz qanchalik ziyon uzatdik deganda necha million qarindoshlarimizni turmaga mahkum qildik. Xo'sh, undaq bo'lsa qaytib keldi. Bugungi ishni ichib etib, hozir ashaga beringlar, vatanga kiringlar degan siyosatning oqida agar mushu borgan qarindoshlarimiz sening kebaptı buluğa salamat kilib alır qaytib kelar. Ha senin tuquning Avropada yaşayotgan tuquning keptiken falancha ayda deb ekirib ketishdan buni biz emin qilalamizmi, ishonch qilalamizmi, qilamamdiq. Xitoy buni qilalamizmi, qilmamdi. Albatta qiladi. Xitoyga biz bir elaqa bana deb bergan bo'lamiz. Ya'ni sening chet eldan tuquning mayadan Amerikadan Yevropadan maya keptiken, voy sen ichib berganding-ku. Ishni sen ichib berib sen vizani qo'yib berganding-ku. Şunu kelganda biz qarshi oldik-ku, sen qarshi ol deganding-ku, sen unamdi Xitoy. Unamaydi albatta. Chunki pasportni uning oldida ishlab berdi, ya biz de unutib qolmadik deb uni. 2014-2015 gap, mana 7-8 yil bo'lgan gap. Buni qanday qilamiz? Shuning uchun Xitoy abam deganimdek, buning oxir ko'rinishida Xitoy mana bir planni roslab qo'yganlikcha bizga. Agar Xitoy ma xalqaradagi jamiyatning yana nimasiga ta'sir uchrab ketsa, Xitoy butunlay ishini taqaydi. Ishini taqab qo'yadi Uyg'urni joylash uchun cho'qim bir bana bo'lish kerak. Bir bana bo'lish kerak. Ya shepkan tuzkay deydi, ya qishin qarakan deydi, ya kuzang nimish yo'g'on kiyasini. Sen biz Xitoyning ko'zi pishit ko'zdi, sening kuzang nimish yo'g'on deb bu shaklda rastlaydi bizning. Jundaydi-chu. Xitoyga banajib
Hem de abim deganimde bu bananın birisi senin tukunuň kepdiken deydi. Ma vatanning sirtiga chiqargan qarindoshlarimizni cho hozir masalan nurg'un davlatlarga ota-onalar o'qitganlar ba'zilari kelalaadi. Buni Xitoy işi chiroq yiqibamiz kelinmaydi. Bu Xitoy bilan buni jasus ya Xitoy bilan munosabat yaqin demaymiz. Xitoy o'zi kontrol oladigan odamlarni yiqibdi. Lekin men bir xabar berdim. Bizimning YouTube kanalda. Sevirdin degan bir bola keldi. Ama şu 5-6. ayda mı kelip o balama Türkiye'deki kızı bilen görüşüp ondan keyin Amerika'ya gitti. Hazır Avrupa'da bala. İtalya'ya geldi, İtalya'dan Fransa'ya geldi. Hazır qaysi bir devletdeki jurvatıdı. O bala, ben dedim o balani. Bu Xitoyning teşviqotini qilib beryapti. Bu Xitoyning teşviqotini qilib beryapti. Bu bala Xitoyning jasus emas. Ammo Xitoyning o'zi bilib bilmagan şekilde teşviqotini qilib beryapti. Ama o bala o'zining ko'nglida men o'zimning mesut satılgan balık ya o balına bir dükkanlar varken bizden karmaydı mı? Şu yerdeki dükkanlar ne yo ya bir yerdeki ne yo mesutlar ne yo setişçer. Anda kılıp Nurgay adam onun karagan diken başlık biz köyge vaktimiz 164 bin hazır 364 200 bin adam ketildi de onunla. Demek 200 bin adam onu görse bir 10-20 bin onun mesutlarını yapkasa hem de onun şunları paydan. O yüzün köyünde ben nimemle teşvik kılıbatım ben de böyleydim. Mesutlarımı teşvik kılıbatım ben deydi. Ama Xitoy uningdan unumli holatda bizni ya'ni aşağıdaki qarin Uyg'urlarni teşvik qilishga ishlayotganini o'zi biladi ya bilmaydi. Mana bu shunday shaklda. Bu shu berayotgan qarindoshlarimiz mi? O'zi biladi bilmaydi, vatanga xiyonat qilayotganlar. Ama bundan foydalanayotgani Xitoy. Anandaki abimdek biz ulni tillaymiz, uyimizni araymiz. Hattoki ertugün Yevropadagi ba'zi bir qonunni Gollandiyada qonun chiqdi deydi. Agar ajnaq shaklda xotirjam berib kelganlar pasportini vatandaşlıkını ele verse, ulan nemi uçuraydı o? Kayıtıp gidiş nemisi uçuraydı. Kayıtıp gidiş uçurgandan keyin bu nemiden kapılaydı? Bir şeylik Uygurlu meni çekip, men kayıtıp gidip kaldım, dep aşağıda tuğa Uygurunu kapılaydı. Xitoy o'zining düşmanlik nazariyasini o'zidan olib qochgan bo'ladi. Ayada Uygurun chaqqan bo'ladi, ayaga o'zi borgan vataniga u xiyolda yo'q, o'zining qilgan ish xiyolida yo'q, o'zining qilgan surayotgan davlatiga xiyonat qilgani, ya qonun xilof qilgani u xiyolda yo'q. Kimden kapılaydı? Muşguyla, çeteldeki muşguyla, muşguyla dava kılmagan bolsa, muşguyla şük tuğan bolsa, dep bu şeydeki muşu Xitayga karşı tuğaldır kapılaydı. Bunun için kim bilir Xitay özünün düşmanligini hep çıkıp bir-birisini sokağa saldıgan bo'ladi. Şununla qarindoshlarimiz bu nuqtani mı nayt kalısta aniq tutish kerak deb o'ylayman. Onundan keyin bu qaytarib o'tish anikenin kelgan qarindoshlarimizni mi sen ayağı berip dikense atuqalarına yanık verirse, atuqalarına yanık veripse de uluğu mu? Abiyamkıda tökmeni koyup cezalı işe. O abiyamkı gep. Şuna tuqalar kilovatkan qarindaşlara verildiğin tavsiyem, eğer tuqalarına çıqalıgan bolsa, tuqalarına ep qılınlamalı. Ep qılınla, amalla aşağıya kayt nime bəmənla, çünkü aş tuqalarına sizi qutuldurup qalğan bolsun. Biş tuqalarına olsun aldığında çıkan ne? Sizi qutuldurup qalğan bolsun. Ama beriyotgan qarindoshlarım, sizlar o'zingizga ziyon solsizlar, ayadagi tuqqanlaringizga ziyon solsizlar. Ayadagi tuqqanlaringiz Xitoy, sening tuqqaning kepti Amerikadan ya uyadan ya Yevropadan deb ayada kashal qilsa, meyada siz tug'an davlatingizning Yevropa qonunining falan hukm moddasiga asosan sizni meyada jazolab qaytaradi. Bizning yaqinda mana shu Shvetsiyada 6 mingdan ortiq ko'chmanni nimasini Shvetsiya vatandoshligini ilib oldi. Aş pasport hep olgan bizdek. Aş dikildap gitip alganın ki, aş vay men basam üttürüydü da, meni Xitoy etibiydi da, meni Xitoy darg'aysibdi da, balam türmede qaladı, men üttürüydü meni Xitoy deb guvohlik bergan biz. Şuna bilan endi u guvohlikni berib qo'yib, dikildap beraversek, Navoz hocam, siz siyosiy panohliqliga vaqtida üttürüydü da Xitoyga basam, men degan siyosiy jinoyatchi deb ekansiz, ajab siyosiy jinoyatchiga Xitoy yo'l yuribdi-ku. Onda olsa siz seyahatçiniz eklenme pasportunuz ne? Deb gachı değil oladı. Şuna olan anandın ki bir yerde turanmaya askıdan çıkıldı. Şuna olan o siyasette anandın ki yüzünüz mü kurban boğan bulursanız Xitayning aylık bir mavun sırtılgı kulak degen gibi var bir turpallık sakçıdan. Şuna esil tukay. Men sizge dep koyay degen aşı Xitay sakçısı. Çeteldeki Avrupa geçip çıkarken günün Kongo tip bir-birden ekirmeye diyen aşı gibi unutup kalmalı. O digine o sınır tutup da meğer patronumuzu tutup ekirip gitmeydi o
muştaq qismaqlığa, muştaq nimelige ekep durup xalqning qo'lida Xitoy jedo sharin deydi ama xalqning pichiqini ariya edilib o'ttirma deydi bir nimasi var, ilmiy fikri var. Yüzünün qo'lida emas, xalqning pichiqini elib, xalqning pichiq bilan o'ttirma deydigan. Xalqning qo'lida o'ttirmaydigan. Xalqning qo'lida o'ttirma degani shu. Yevropaning siyosati bilan bag'anni müjdalaydi. Xitoy tajallaytib, unga ayag'on deb başta bir yakın qarshi olgan bo'ladi. Voy sizni aşağıdaki bir uchun bu yili satmagan bo'lsa, shu paylanch tashkilotlar shu az qilmagan bo'lsa, sizni manda qilmaydi deb ayar gapirib siz bilan bizga bir-birimizga dushman qildi. Şu an mundaq düşmanlikning oldini olish, Xitoyning mundaq düşmanlik ilmiy kirligidan saqlanish uchun biz nima qilishimiz kerak? Diqqat qilishimiz kerak. Shunga Xitoyning ilmiy fikri sağlam. Gepim yaman jiqdayirni ketib qoldi. Ayıp burma. Maqsadi Xitoyning buni oxir ko'rinishda hamma Uyg'urni o'zining nimasiga tushirish. Ya'ni Xitoyning eng 7 numaralı nimasining vücudining eng asosiy temasi chet eldagi Uyg'urlarni parchalab yo'qotish deydigan bir siyosat. Biz shumush parchalab yo'qotishning nimasiga tushib ketganlar. Mana berayotganlar ashuga Xitoyga iltimos sunayotganlar, Xitoyga berib kelsam bo'ldi deyotganlar va Xitoyga bölüp bölmey şekilde münafıklık kılıp pulga, azgını pulga işleyotganlar Xitoyning shu parchalab yo'qotish siyosatining bir qismi deb tushunsak bo'ldi. Rahmat. Sizce Xitoyning ta'tir tashviqotiga aldanib ketganlar kimlar? Xalqimizni bu aldamchilikdan yoki bu ta'tir tashviqotdan qanday ogohlantira olamiz? Bunun aldanib ketib olgan qarindoshlarimiz, abim deganimdek, evvel ular bilan bunday Xitoyning nurg'un qarindoshlarimizning beshidan o'tdi, ammo nurg'un qarindoshlarimiz buni demayotdi. Uni demaganini bizmi bilamiz, o'zimi biladi. Chunki demaslikdagi sabab men Xitoy soqchisi menga WhatsAppdan ben shuni deb qo'y qarindoshlar. Xitoy butun muajiratdagi, mayli tog'dagi bo'lsin, mayli bog'dagi bo'lsin, mayli aktiv siyosatchi bo'lsin, mayli bir tashkilotning raislari bo'lsin, nima bo'lsin, Xitoy hech kimni bo'sh qo'ymaydi. Vasıtlık yoki bevosita aloqalashmasmi vasitlik shaklida butunlay aroq o'rnatishga tirishdi. Chunki Xitoyning bu bizning Sharq Turkistonning har bir o'lka, kanit, shu malikcha butunlay birdan saqchi o'rnashtirildi. O adamchi Xitoyda bunday saqchi o'rnashtirishga oson gap. Anan keyin butunlay chet eldagi Shvetsiyada kim bor, kim yo'q, qaysi chutdan adam bor, qaysi malidin degandek hammamizning arxiv bor. Arxiv qarab meni boshqaning saqchilari boshqarmaydi. Meni qarmay, jutum qarmay, nopsim qarmaydi. Meni qarmayning saqchilari boshqardi. Qarmayning saqchilariga, nimasiga, tavalligiga, qarmayning saqchilari mening izdirigimni qiladi. Ya'ni mening arxivimni to'g'izib, mening qelimning tipi, bo'yamning egizligi, balamning nechisi borligi, mening qaysi telefonim borligi, mening nerda turib nima ish qila oladiganligim, iqtisodiy kirimim va salomatligim degandek bu uchurlarning hammani Xitoy qarmayning anchaninki bu to'playdi. Başka şutnikinin hemmisini aşağı toplaydı. Aşağı toplap anandan kim? Man umude, man olsa ben aşağı birlikte emas ma. Man olsa benim telefonum otomatik küçüle süskülleri olan diken. Xitay man olmay. Man olsa magu olsak, magu miyaz eski gibi. Gatçı da aşağı birlikte da bagi bir gün kondamaydı gibimizin de. Şu an man umude ama ben şu etrafımdaki abim dikenimdeki hem bildiğin qarindoshlarımızın emisiga urib chiqdi. Urib chiqib qaydedin. Yani şu Xitoyning siyosiy kengashining 3-ay tugidi, 3-ay chiqqandan keyin yana bir qayta tartiblashilib bordi. Xitoy biladi, hammamizning nariligini nima ish qilayotganini. Ammo ba'zilarining telefon olishib ketgan bo'lsa yoki nima qilib ketgan bo'lsa, o'rin olishib ketgan bo'lsa yoki o'zlaridan boshqa bir uchur kelib, nari yo'qolib ketdi, nari ketib qoldi deganini bilgisi kelgan bo'lsa, uni qaytadan arxivni qaytadan etlab chiqdi. Ko'rib chiqdi. Shunda hammasi telefon urib, keyin ba'ziga WhatsAppda anangizni ko'rishtirib qo'yay, dadingizni ko'rishtirib qo'yay va yoki hozir vatan siyosati yaxshi bo'ldi, bir-birini bilan ko'rishtirish, unda avvallashish yoki WhatsAppda mening WhatsAppim bor, mana WhatsApp qachlanmagan bilan meniki qachilindi. Shunga men qaraylik uyingizga kelib, uyingizda yo'qlig'ach, mau sizni urug' qadringizdan ko'rishtirib qo'ymay degan shaklda mendan munosabat bog'lashtirishdi. Bu munosabatda Abdullaka va rahmat va jinim saqchaka deb ashulning nimasiga tushib ketganini bo'limida tanlab chiqdi. Tanlab chiqib, ma'ningga mandarak gapni qilsak, unga qiyinchiligingiz bormi? Pulingiz tugab ketgan bo'lsa, pul beray, bir ishlaringiz bo'lmagan bo'lsa, nima qilay, ekan bekrak aldamxon shu
belki şehrimizni bir evet geldi. Ondan sonra bugün devlet kilemsiz, ya ki Dubai kilemsiz, ya Saudiya kilemsiz diye şekilde teklifler bulundu. Muş tekliflerini kabul kılıp var biz sizden bir kürüşe, anam bilen dadam bilen falan yerde küreştirip koyan diyen demiş ki çıkıp ketkenine aslında o da ne? Bir yak ağrıdı. Anan dikin teşkilatlardan yamanlap çıketken, cemaatlerden yamanlap çıketken ulağı bir yağı ağrıdı. Anan dikin işte ben bir tukunumda bir körepli gelsem başka galbem yoktu diyenlerine ben pakatlamış Xitay karşı namayışlığa bayrak bitege edip bağımıgan, tumugan diyenine onu bir türküm çıktı. Çıkıp bunu Türk'e ağrıp boğan diye Xitay abim bir-birler alaqılışıp aniket yüzüge ram keledigan. Bunun hemmesi münafık emas cuma yana. Bu düşüvatkanın hemmesi münafık emas. Muşundaq şekilde küpütüp ağallar. Qarindaşlarımız muşundaq şekilde Xitayning damı uçup ketkendikin Xitayning onun azlık tarafını tutup anandan keyin unuga qo'l soldi. Anikeni vaziyet berdi. Şuna bilan bu qarindaşlarımızın köpüncisi abim sizingizde qandaq adamlar ketip bardı degende muşundaq Xitay bilan kontakt o'rnatib, Xitay bilan bir aloqa bog'lanib, ilishib qolganini, asta-asta o'zi kontrol qila oladiganini anikeni ularga ruxsat beryapti. U vatanning sizning kirisimi nima qiladi? Vatanning vatandan chiqib, nima kirisimi uni kontrol qila oladigan odamlarga ruxsat beryapti. Şu an bu tipik adamlar ABM'dek bir şekilde bölüp bilmegen şekilde Xitayning damlarına, Xitayning qiltiqi uçup ketganligi uchun veya ki ben satmadım o, ben işimi kılmadım o, ben işimini bilmeyim o, işim Uygur'un işkana işi arlaşmadım o. Ben basam neyim bak, ben nimeni deyme dedim. Doğru, sen nimeni diyaleydiğin bir demem yok. Lakin Xitay senin şu Uygurluğundan, senin kâgin olduğundan paylı. Senin o kâgine, şu bize gelirken, erkek kırgınçlıkta tam grup bergen, o yerdeki başka bizni kollavatkan bazı bir çetelliklerge tesir kılmış. Hani kendi Uygurlar açtı üzere, xitlarını keltirip çıkış mümkün. Mesela biz bağlanı hazır yaş görmeyin. Mesela Golan yana bir Ekber Hacim dedi biz çıktı dedi. Yana bir yanım biz çıktı dedi. Yana bir yanım biz çıkmadı dedi. Yani nurgulluğun videolar kiliyordu. Xitay bu ne? Bölüp aşkarı kılıyordu. Ne? Bu planlı kaldı aşkarlı. Bu mesela Ekber Hacim'in misal alsak 2013 yılı toy kıp olgan balı hikaye o. Şey yaşavatkan o balları çoğun olap olgan balı. Onun 2023 yılı bağa vakti toy kılışından nime ekmeydi oldu? Nime Xitayga nime lazım bulap kaldı? Yakımısa o apsı sakçı demiş mi bir şey demiş ki. O xotonga nime lazım bulap kaldı balının toyunu kılaş? Nimeye ihtiyacı bulap kaldı? Xitay'nın teşokkata ihtiyacı bulap kaldı. Şuna diyemiz de, şuna mı ya? Xitay, ne oldu bir toyunun menzir, köydük toyunun menziresine sabla ayallı iken o toyla, onun bankı çeydekten bir oluptan da bir ayallı jıgılış kıkandek. O toy direkt toyamazken bir toyla kiyip demdi o balla. Hem de o ne kılışının zaten tüp məqsidi nime? Xitay Ekber Hacim ne xəcibi düşmü? Ya komisa ayet bir toy diyen nərsini qılıb bu arqılıq Uygurlar, muhaciret Uygurlar arasında bir gavga qılışma. Her ikisi var. Her ikisi var. Xitay her qandaq şekilde meyli Xitayga 10-çı olaydı, sonuncu olaydı Xitayga oxşayıp Xitayga qarşı turuyatqanmı Xitayning düşməni? Xitayga qarşı turmayatqanmı Uygur Xitayning düşməni? Bunu bilişimiz gerek. Ama bunu bilenmey, ben Xitayga qarşı turmagandim, ben Xitay bilan öpütkendim, ben Xitayning pasportunu tere yengişlemegendim diyen bilen biz Xitayga yaxşıca kullanmayız. Biz Xitay bizni kıska müddet möhrümüzü şaplaqlap qoyuş mümkün. İşimiz tüygendikken Xitay oxşaş jaylaydı. Oxşaş eti verdi bizim türümüzü. Şu an bu yerde oynayatqan oyunu Xitayning mesela bazı bir adamını çıkardı. Mesela Avustralya'da bir hanım geldi. Vatan verip geldi. Vatan verip geldiğinde vay vatan anda yaxşılap gitdi. Vay manda yaxşılap gitdi sorunda. Ayallar var sorunda. Naydı maqtab gitdi. Maqtab gitkendikken bir ayal çıktı dedi. Qani bunda olsa sizin yoldaşınız nima için epkelemediniz yoldaşınız ne? Yoldaşınız nima için nazar qilib qoldi vatanda debdiken shu ko'pdi. Nima deganda, bichara xotinning bichara deb qo'yay. Bichara xotinning yo'ldashini ayaga ko'rib qilib, xotinni teshviqotga chiqargan. Berib kelib 30 kun turibdi-da, tavır taxminan bilishimcha. 30 kun tursin yo 20 kun tursin. Ve tug'andan keyin andan qo'yam chiqam. Avtomatik uni talab qildi Xitoy. Avtomatik şekilde siz andan sonra verip şu bağ soruluda yo WhatsApp toplarda bir yerde siyasetning yaxshiligini da andan da onun qanday ifodamizni qaraymiz degan vazifani berishi mumkin. Şu anda chiqqanlar vay siyaset yaxshilab ketibdi. Şu aylıqqa mayli Avstriyadan chiqqanlar olsun, boshqa yerdan chiqqanlar olsun. Ba'zilar Turkiyadan chiqqanlar gap qila oladi, ba'zilar gap qila olmadi. Ba'zilar ham yag'an sirag'ini otlab, ana turib olgan gap. Amal yo'q ham chun bicharaga o yurak izlab ketgan ekan.
Onu doğru düşünürüz. Ama bazıları vay siyaset yaxşı ki vay bizga işim qilmadi, bizni çay ishli sabqat qilmadi. İşimi qilmaydigan yo'q. Xitoy ishimi qilmaydigan Xitoy emas uchu. Bizimi qiladi. O saçkan kapağımızın başka yere aparıp Xitoy. Başka yere aparıp onu bunu dep anda bir tumurin tutdu. Xitoy yaman tumur tutuşsa bir söhbet arqılıq, nayt yaxşı muamele qilish arqılıq Xitoy nima qildi? Şu abim deganim, beshimni gapimdan beshi deb qo'yganim so'nim. Biz Xitoyni tushunmagachga, Xitoyning bu taktikalarni, Xitoyning bu usullarini, Xitoyning bizni bir şekilde qanda o'yinlayotganligini, qanda bo'zaq qilayotganligini bilmagachga biz aliga to'g'ri qatta qarshi tadbir olmaymiz. Agar biz Xitoyni tushunsak, to'xtab turib bo'ladi. Endi vatan sirtidan cho'qim Xitoy uningga nima endi bizning o'zimizning odamlari berib u vatanni unda ziyorat qilgan shaklda qilolmaydi. Xitoy unda odamlarni yo'l qo'ymaydi. Shunga o'sha odamning kirib kelishining oldini olish uchun ham kirib qolganligi cheklik doirada, ya'ni o'zining urug' tuqqanlar bilan bir şekilde gap qilmaydigan odamlar bilan kurashib turdi. Shu bo'yicha ham echkitdi. Qo'yib birdi joyimcha. Ani keyin u yerga ya urug' tuqqanlarga sulamay yo'yam deganimdek, ya muajiratlik uyg'urlarga yaxshi ko'rinmaydi, hattoki o'zining turishlik davlatidir. Balkim bu qonunlar chiqishi mumkin. Gollandiya chiqqan Gollandiyaningini boshqa davlatlarmi o'rganishi mumkin. Abim deganimdek Shvetsiyadami 6300 vatandosh bo'lgan ko'chmanlarni chiqarib etdi, vatandoshlikni elib etdi. Onu elib etgandan keyin uning hatto chiqarib etish tadbiri asosida kelgan gapchi. Şuna bu narsalarga uchraydigan gap. Xitoyning oq ko'rinishi bu şekilde bizni ana tizib, avamdagi odamni tizib, andan keyin bir şekilde unni vatanga olib borib, u yerdan foydalanib, bir şekilde mushtaq bir manzarni yaratish orqali bir o'ziga bir qulaylik, ya'ni yumshoq kuchligini, vatanga ichib etganligini, gerçi bir şekilde ba'zi bir nimaga atudi desanglar, Xitoy 2019-2020 yildan 2020 bo'lgan kasallikni, Xitoy virusining bir şekildeki nersiga atib turib vaqtida kasallik sababidan bizni qilolmagan to'q, shu hozir ishni ichib etdik, bu deb ma shakliga bog'lab aqlashi mumkin o'zini. Xitoy har shaklda aqlashga tirishadi, ammo buningga mushu muajiratdagi uyg'urlar sabab bo'lib, mushuninga ovoz qo'shmay, mushuninga to'xtab tur, men mushuning basam qanday bo'ladi? Foyda bo'ladi, bamsam qanday bo'ladi degan narsani dangsiyamagan vaqtida ziyon ig'ir bo'ldi deb o'ylayman. Sizce Xitoyning bu rezil suiqasdlarini qanday shaklda fosh qila olamiz yoki bo'lmasa buning uchun nimalarni qilishimiz kerak? To'g'ri, buning uchun biz qila oladigan ishlarimiz nihoyatda qila oladigan ishlarimiz va hammamizning, chunki muajirat qarindoshlarimizning bo'lsin mayli dunyodagi har insonni Alloh taolo bir qobiliyatdan yaratuvchi, bir qobiliyatdan yaratdi, bir imkon bilan yaratuvchi, bizga bir imkon beruvchi. Bu imkonni to'g'ri bila olsak, o'zimizning qobiliyatini to'g'ri tushuna olsak, men nima qila olayman, men nima ish qila olayman degan nuqtani bila olsak, vaqtida o'zimizning ortiqchini tushuna olsak, vaqtida biz bir ish qila olaymiz deb o'ylayman. Bu ish qilishning eng tükki nimasi shu teşviqat. Teşviqat mesela Uyghur TV olsun, başka her şekilde şahsi programlar, mesela Arslan Hidayet Üzün kanalında kılgan boldu bu tipteki programını. Başka YouTuber kardeşlerimiz mi Üzün nimesi de konuştuğun yetiş kılıbatıdı. Bunu kılış gerek. Bu ne? Cemaatinin, muhaciretteki halkının gün tertibine ekliş gerek. Gün tertibine eklenmeyeceği vaktimizde halkımızı düşündürüş ve halkımızı doğru şekilde yetekleyememiz. Doğru şekilde terbiyelenmeyen halkını doğru şekilde yetekli olmaydı. Mening chiqargan o'zimning xulosada tarixdan bu yana mayli 33, mayli 44dagi bizning asosliq ushtirvatgan yerimiz nima deganda xalqni tarbiyalanmaganligimiz uchun. Bu xalqqa bizni tarbiyalashga kuchimizdan yoki vaqtimizdan yoki zehnimizdan ajratmaganligining sababi deb o'ylayman. Chunki shu bir turkum aktivlar, bir turkum fidoilar o'zini qurbon qiliblar, o'zining jinini, milini qurbon qiliblar bu vatanni qutqizishga yetmaydi-ku. Yetmeydi. 33'ünde kaçlık bedel ödedik. Birinci Cumhuriyet, ikinci Cumhuriyetimiz kaçlık bedel ödedik. Bu bedel bilen keldi kaçtı çöğüsle. Bedel bilen ama bunu bedelini bir uçum adamlarga. Xitoy davatkandak, bizim aşağıda ödedik. Çeteldeki bir uçum güçler Xitoy karşı anda kıladı. Bizim bir uçum köstüp koysa biz mağlup olgamızımız çok önemli. Biz bir bütün gevde oğa vaktimizde, bunun da hemmeden bedel töleyenmeydi. Hemmedemnin imkaniyetini üzün tonu bitiş, abim kadar kabiliyetini tanımış iktidar yok.
Ama bunu tunutuşumuz gerek. Ama hem adam yüzünün kılalığa işini, yüzünün imkaniyetine işini kılalığa vakti anıken o vatan kurulu çıkıyor. Bo'lmasa u vatan Dünya Uyghur Qurultayının başlığı bilan yoki bir teşkilatning nimasidan qurilib bo'lmaydi u vatan. Dünya Uyghur Qurultayı ve başka teşkilatlar yüzünü okşaş, yüzünün rolünü cari kıldırış gerek. Yüzünün rolünü cari kıldırgandılar. Anın dinkin bu vatanını kurup çıkılırdı. Şunun için biz vatanını kurup çıkışta bizge ergişivatkan yoki bo'lmasa bizdeki xalqni to'g'ri tarbiyalash kerak. Ulu to'g'ri ideya to'xtab ma xato, ma bag'rimiz xato, Xitoyning ma pasport qo'yib bergan siyosat xato, Xitoyning ma hozir qilayotgan ma qirg'inchiligi xato. Bunga biz o'rik shaklda hammamiz shaklda qilaylik. Bu sening tuqquningni qilmagan bo'lsa, sening tuqquningni tutmagan bo'lsa, meni chaqmagan yillar 1000 yil yotsin degan sho'rni to'lib yetavermayli. Bu bugun mening beshig kelgan kun mening beshigim keladi. Mening qilishini tutgan kun, mening anasini o'tgan kun mening beshigim keladi. Chunki a vatan mening degan şekilde oturup çıkarsak vatanni qutqizib qola olamiz degan şeklini xalqimizga kerak. Bu singdirishning asosiy ko'znak o'rni narsa shu tashviqot. O'sha sizlardek Uyg'ur TV bo'lsin, mushuni jonlantirish kerak. Andan keyin bu Xitoyning mushu qilayotgan siyosatini hozirgi viza qo'yib bir siyosat deydi buni. Viza qo'yib bir siyosatni her birimiz mushu turishliq davlatlarda buni kun tartibga keltirish kerak. Her bir tashkilot buni o'zining turishliq davlatida kun tartibga keltirish kerak. Bunu künterip gidip, bunu davamlı şöyle kılıvatkan, şu izivatkan kıyırındaşlarımız ne? Şu turuşluk devletlerde, şu kıyırındaşlarımız en avval güç çıkaralaydı. Şuna teşvikat noktaları da bu asas kıyım buluş gerek. Anadolu'daki her karşı teşkilatlar bunun aldığını eriş için üzünün dairesi hareket kılış. Anadolu'daki umumi cemaat fikri toplanış gerek. Cemaat muşulne hakaret üstü demez. Hakaret üstüden biz işini yalcıtanmayız. Yani işini uzun müddet, kısa müddette ko'nglimizda azroq bo'shagan, rahat degan bo'lamiz, aqchi ko'kchaga o'rgutmoqchi deb tilib etishimiz mumkin. Ama o tilib etgan bilan ishimiz hal bo'lmaydi. Bizning hal qiladigan ishimiz tubga hal qilish. Ya'ni mushundaq barishga tegishli temsillayotgan yoki o'sha vizni appilab taraddud qilayotgan qarindoshlarimizni oldin to'sab qilish. Buning zihnini ularga qalbini o'tkazish. Bu o'tkazishning asosiy qismi suhbat. Tek yolluk söhbet buldu, videoluk söhbet buldu, cemaatler birey programma kılıp uğraştırıp söhbet buldu. Muşta arkalık kılış gerek. Hatta ki biz xuddi biz kıldık ya şu tümecerek kırnaştığımız hemmimiz şu atanam kını hemmimiz guvalık verdik. Guvalık vergen şekilde men Xitayga bağmayma, Xitayning bu siyaseti aldanmayma. Gerçi benim mındaq şivit 170 devletki baralaydigan pasportum bolsunmu, men Vatanım azad olmağa aşağı kırındaşlarımla Xitayning zulmüden kurtulduğumğa men vatanga baranmayman. Men vatanga şeref bilan barmaydigan şekilde guvohlik berishimiz kerak. Muşta guvohlik bergan şeklimizde anandaki bu ijobiy narsani biz qablag'izishimiz kerak. Muajiratda buni kun tartibga kelib hamma torlar toplarda quruq gapni, eliqi uning buning ne, yana bir imloni, yana bir bijimini qilmasligimiz kerak. Biz her bir WhatsApp toplarımızda 1000'den artık adamlar var toplarımız var. Ne quruq gapga, ne dikilike bir tushmaydigan narsaga vaqtimizni sarf qilmaylik. Yana bir narsa qarindoshlar, hayotimiz bekcheklik. Hayotimiz cheklik. Allah qanchalik ömrimizni Allah bitib etgan biz bilmaymiz, ama vaqt soatini kelgan vaqtimizni biz kelish biltimizni olib keldik. Janob Allohning yonidan kelgan vaqtimiz kelishimizning biltini olib keldik, ketishimizning biltini olib keldik. Kelişimizle vaktini hazır mı hayatı dünyada bilgen bulduk. Mesela ben 9. yılda mançıncı ayının mançıncı günü tuğulgan buldum. Ama kitiş vaktini kancıncı günü kiti kalığını bilmeyme. Ama kitiş bildim kullanmıyorum. Ben çokum kitime. Allah'ın dergahı verip isap verime. Ben bir ne çıktım dedim bu gibini bazılar düşünemedi. Bazılar doğru analiz kılanmadı. Ben dedim Cenab-ı Allah bizden birinci sualı dedim. Benden sorayım birinci sualı. Nebican sen ve Şarkı Türkistan'ı azat kılış için nima uchun azod qilmading demaydi. Sharq Turkiston nima uchun azod qilinmading demaydi. Sen Sharq Turkistonni azod qilish uchun Nabijon nima ish qila olding deb so'raydi. Men gapdan o'tirib farq bor. Nima ish qila olding bilan nima ish qilmading degan o'tirib farq bor. Men de shuni so'raydi. So'ragan ey Janoballoh, men sening rizoliging uchun ma ishlarni sen bergan imkoniyatlar, sen bergan o'zimning aqli bilan men ma ishlarni qila oldim. Mama işlerini liksiyen sözledim. Mama işlerini YouTube'da mama işlerini kılaldım. Mama işlerini teşkil geldim. Kulağımdan kilişçi maçlık kısaltını atı aldım Allah seni arıyor uyanında vatanım için.
deyərsək, bu bizə qaladigan narsa bu. Qaladigan narsa bu. Şuna çekli hayatımızda aynı Abdülhamid'de bir kardeşimiz Türk İstanbul'da tuyuksuz ülep kaldı. Ülep vefat edip gitti. O kardeşimizin vefatını hemimiz için dokudu. Yaşka 51, yaşka 52 yaşka. Anın için o kardeşimizden yazgan kitapları ve kılgan teşkilat namayiş kılganları ve bazı halk paylık sözleri halkımızda artık dastan bulup tarqılıp görüyor. Nima deganda bizning shu qiladigan yaxshi ishimiz qoladi bu dunyoda. Xalq bizning shu qilgan yaxshi ishimizdan ya Cenab-ı Allah deb bizga bir kelime dua qilib qo'ysimi? O taraftaki suallarımız, o taraftaki nimelerimiz biraz yengil oldu deb o'ylayman. Shunga biz imkon berib nima ish qila olamiz degan savolga hammamiz imkonimizdan yetkicha qila oladigan ishlarimiz bor. Shu ishni qila olamiz. Atrofimizda dostlarımız sağlayımız. Barımız diyenge rağbet vermeyimiz. Kardeşim sen bunu ölçe. Sen berip gel, sen berip sahtıracağım ki ben barım emez. Ostapto. Sen basan mandak ziyana uçuruyordu. Hayat karındaşlarımız uzun. Xitay'ın bu uyuna yili mikri dep durup ne biçim Xitay'ın yili mikri desseymez diyenle tavsiye kılalaydıgan buluşumuz gerek. Hani kendi söz diyerlerden karındaşlarımız ekranı çıkıp sözleş gerek. Şekillerden karındaşlarımız şekleş gerek. Bağalını, bardıgalını müştak şekilde saklap koysun. Ama bir iş kız zaten onu amanı tutsamayız. Milletning ichida munofiq chiqamdi, chiqdi. Manqur chiqamdi, chiqdi. Yaxshi odam chiqamdi, chiqdi. Vatanni qutqizgan fidoilar chiqamdi, chiqdi. Hamma narsa chiqdi. Biz bu chiqirganchilik qaysi bo'la olamiz degan savolni o'zimiz qo'yamiz. Men vatanni qo'g'dash uchun jinini, minini fido qilgan mujohid bo'la olamdim, yo ziyoli bo'la olamdim, yo damalli bo'la olamdim, yoki bo'lmasa bir aktivist bo'la olamdim, yoki bo'lmasa men bir uyg'urim, men bo'la olamdim. Deganni madaqni qilib baqsam, bu mushuning ichida qaysi bo'lsam, men bir yaxshi bo'lay. Mana ishidagidek munofiq bo'lmay, hasadxo'r bo'lmay, fitnaxo'r bo'lmay, sotqin bo'lmay, Xitoy bilan bir sep bo'lgan bo'lmay. Desak, vaqtida biz o'zimiz shuni tushunalsak, o'zimizning nayligini bilamiz. U bardiganlar Xitoy bilan bir sep turma, bir sep bo'lma, shu bilan qiyomat kuni shu bilan bir o'rnini qubama degan bo'lsa, bir evas bo'ladi. Ammo yo'q, vatan mening, qarindosh mening, o'lib ketgan qarindoshlarim mening qarindoshlarim. Men shu qarindoshlarimning qisosini olaman. Men shu qarindoshlarımning hech bo'lmagan imkoniyatini yetishga qo'limdan kelganini qilman deb o'zimizga va'da bera olsak, o vaqtida biz ma'ni oldin to'sab qola olamiz. Agar hech qaysimiz o'zimiz va'da berolmasak, oshkor va yushurib maydonga chiqolmasak, maydonimiz aniq bo'lmasa, biz shu halok bo'lganlarning qatorida bo'lamiz. Biz yaxshi qilganlar, Avamqidek ma 5 ishni yaxshi qila olgan shekilli insonlar Cenab-ı Allah'ın oldida yüzümüz yoruk oldu. Bu dünyada yüzümüz yoruk oldu. O dünyada yüzümüz yoruk oldu. Bu dünyada yüzümüz yoruk oluş için yaxshi amallarni bu dunyoda yaxshi shaklda qilib olishimiz kerak deb o'ylayman. Boshsog'im, ochiq so'zlab qo'ydim. Vaqt munosabati bilan suhbatimizni mush yerda oxirlashtiraylik. Oxirida Uyg'ur televiziyasiga vakolatan suhbatimizning yaxshi elib berilishi uchun kuch chiqargan Nabijon apamga rahmat aytaman. Ko'rinmanlarga sog' salomatlik tilayman. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat.